Nima bo'ldi opajon? Birinchi kelishimizda shu kechasi qarab turishim kerak. Menga qaraqan Asil. Chap ko'zchasi qochyapti, ichkariga kirib ketyapti. Yana nima ish qo'yadi? Tushan? Zreniyasi ham pastroq. Keyin qarasizlar. Qaniysan? Yaxshi keldingmi? Shu ozor o'tirgan. Uchiga qara. Kuzatamiz. Uchiga. Uchiga qara qizim. Uchiga. Katta och ko'zing. Boshdan to'g'ri qo'y. Так, chap ko'zchasi qochyapti. Сходящийся косовой один. Katta och ko'zini asila. Qimirlama. Men qara. Asila. Katta och. Keyin katta. Katta och. O'tir. Ko'zchasini to'g'rilashimiz kerak o'sha. Chunki ko'zchasida o'sha ambliyopiya rivojlanyapti, ya'ni dangasa ko'z deymiz. Ko'zchasi ichkariga tortilgani hisobiga, qilaylik bergani hisobiga chap ko'zi ishlashdan orqada qolyapti. Bu yerda harakat qilishimiz kerak ko'zchasini to'g'ri qilishga. O'shanda ko'zi ham ishlashni boshlaydi. Ambliyopiya bu o'sha dangasa ko'z deymiz, bu jiddiy kasallik hisoblanadi. O'shani oldini olish uchun, nima deydi, ikkala ko'z ham barobar ishlash uchun operatsiya kerak.